Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun yana sizlar bilan Oldisir kanalining avtori Bekbog. Bugungi sotiladigan uyimiz Toshkent viloyati Quchchiq tumani Ko'ksaroy MFI Madaniyat ko'chasi 59-uy. Uyimiz общий 10 sotik, dokument, kadastr hamma narsasi joyida. Bu mahallaga gaz, svet, suv va ichimlik suvlari hammasi kirgan. Hamma narsa sharoit bor. Bemalol yashasangizlar bo'ladi. Va yana polniy o'pin budjetda asfalt yutib olib, mana ko'chalar ham asfalt bo'lingan. Hammasi tep-tekis. Uyimiz общий aytgandek 10 sotik, narxini uy egalari 33 ming so'rashyapti. Yana kelishiladigan joyi bor. Shu uyimiz общий territoriyasi tak mana bu yerdagi shlakoblokdan bu yoqdagi shlakoblokgacha общий. Hozirda uyi polniy obzorini ko'rib chiqasizlar. Uyimiz общий 3 xonadan iborat va 4 sotik огороди bor. Ichidagi ba'zi bir narsalarni bonusga sizlarga tashlab ketadi. Mana Madaniyat ko'chasi 59-uyimiz. Mana uyimizda polniy mana o'zlaringiz ko'rgandek territoriyasi mana shu shlakoblok bilan o'ralgan. Mana darvozasi. Mana uyimiz kirgani o'zida mana shunaqa bog'lar bilan mana uyimizning narxini uy egalari 33 ming so'rashyapti. Mana kelishiladigan joyi bor. Uyimizda mana polniy stяжка qo'yilgan mana hovlilariga. Kelib bemalol yashasangizlar bo'ladi. Mana uyimizda. Bu yoqda yana joyi bor mana. Bu yog'ini xohlasanglar buzib tashlab, bu tarafini xohlasanglar buzib tashlab, bu yog'idan uy ko'tarib solsanglar bo'ladi. O'z xohishinglar. Va bu yoqda огороди. Огород ham katta, mana 4 sotik. Va mana hozir mana uyimizda polniy obzorini ko'ramiz. Bu yoqda uyga kiraverish joyida mana bu bizning agibimiz. Agibi bu polniy uyimizni isitib beradigan, shu отопленияni isitib beradigan shu pechka gazimiz. Ekonomikni yaxshi isitadi. Uyimizni dokument, kadastr va kadastr hamma narsasi joyida, hech qanaqa qarzdorlik degan narsalar yo'q. Uyimizda mana gaz plitani uy egasini o'zi olib ketadi va qolgan yana 2 ta olib ketadigan narsalar bor va qolgan narsalarni bonusga tashlab ketadi. Mana uyimiz kiraverishi. Uyimiz общий 3 xonadan iborat va bu uyimizning zali, mehmonxonasi. Mana polniy mana pollari ham hech qanaqa beton emas, mana yog'och. Mana narsalari ham polniy bonusga tashlab ketadi. Bu yoqdagi stenka narsalarni ham polniy sizlar uchun bonusga tashlab ketadi. Bemalol. Va bu yerdagi xolodilnikni uy egalarini o'zlari olib ketar ekan va mana stol-stullarni ham o'zlari olib ketar ekan. Uyga sotilayotgan maqsad uy egalari Qozog'istonga ko'chib ketmoqchi, shuning uchun uylarni sotyapti. Mana bu yoqda polniy hamma xonalariga отопление kirgan mana. Qishda polniy issiq bo'ladi uyimizda. Va mana bu yoqdagi xonasi bu spalniy yotoqxonasi. Yotoqxonasidagi ham shu kravatlari narxi kelishadigan bo'lsa tashlab ketamiz deyapti. Mana o'zlaringlar ko'rgandek uyimizda polniy katta, hech qanaqa kichkina bunaqa emas. O'zining narxiga yarashadigan uylardan 33 ming degan bilan uy egasi aytyapti, narxini kelishamiz deyapti. Va mana hozir tashqaridan obzorini polniy ko'ramiz.
Mana tashqarisi. Mana огород katta, keng. Sosetlar bilan polniy mana muammo yo'q. Sosetlar hammasi yaxshi. Mana polniy territoriyalari o'ralgan. Mana bunaqa bog' uy egasini o'zi mana shunaqa bog'lar qilyapti ekan o'zi uchun. Srochnik pul kerak bo'lgani uchun, ko'chadigan bo'lgani uchun sotyapti ekan uyni. Mana olcha daraxtlari. Mana uyimizni mana огороди. Mana огороди shunaqa. Va yana mana uyimizni polniy mana hovlisi va bu yerda quduqdan chiqadigan suv, mana yer tagidan chiqadigan suv, mana motor qo'yib shunaqa qildirgan uy egasi. Hozir qorong'i bo'lgani uchun sal ko'rmayapti. Mana. Tashqarida kranli suvi ham bor. Uyimizni territoriyasi mana polностью shunaqa. Mana boya ko'rsatgan shlakoblok joyigacha shu yerdan chegara bo'lib ketgan. Tak, 24 ga 7 aloqaga chiqaversalaringiz bo'ladi. Uy egasining raqami pastda yozildi. Uyi общий narxi 33 ming deyishyapti va undan ham kelishadigan joyi bor.